birinchi masala. X gradusda to'yingan A tuzning 480 gram eritmasi Y gradusgacha qizdirildi. Olingan eritmani to'yintirish uchun 4,5 mol tuz qo'shildi. Agar tuz sulfat kislotaning o'rta tuzi bo'lsa, uning qanday miqdorda 30,702 atom bo'ladi. Xo'p, demak, tuzning eruvchanligi X gradusda 20 gram ekan. Hop, Y gradusda esa 100 gram ekan. Hop, X gradusda to'yingan eritma hosil qilish uchun 100 gram suvda eritsak 120 gram to'yingan eritma. Hop, 100 gram Y gradusda esa 200 gram to'yingan eritma hosil bo'lar ekan. X gradusda 120 gram to'yingan eritmani Y gradusgacha qizdirsak, hop, uni to'yintirish uchun X gradusdan Y gradusga o'tganda 80 gram tuz kerak ekan. Bunda dastlab 120 gram to'yingan eritma bo'lishi kerak. Demak, 120 gram to'yingan eritmani to'yintirish uchun 80 gram tuz kerak bo'lsa, 480 gram eritmani to'yintirish uchun qancha tuz kerak bo'lgan? Hop, hisoblasak 360 gram tuz kerak bo'lgan ekan. Hop, bu tuz 4/5 mol ekan. Demak, hop, 360 gram tuzimiz 4/5 ya'ni 0,8 mol bo'lsa, ana shu tuzning 1 moli qancha gram bo'ladi? Buni hisoblasak, hop, 400 gram taqsim mol bo'ladi. Molyar massasi. Demak, molyar massasi 400 gramlik hop, sulfat kislotaning tuzi bu temir 3 sulfat bo'ladi. Endi mana shu temir 3 sulfatni necha molida 30,702 atom bo'ladi. Buni 1 molda sanasak 17 ko'paygan 6,02 atom bo'ladi. 30,702 atom esa bu proporsiya hisoblasak 0,3 molda bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob C variant. Hop, birinchi masala. X gradusda to'yingan A tuzning 390 gram eritmasi Y gradusgacha qizdirildi. Olingan eritmani to'yintirish uchun 3,2 mol tuz qo'shildi. Agar tuz sulfat kislotaning o'rta tuzi bo'lsa, uning 0,5 molda nechta atom bo'ladi? Demak, X gradusdagi eruvchanlik 30 gram, 100 gram suvda eritganimizda 130 gram to'yingan eritma olinar ekan. Hop, Y gradusdagi eruvchanlik 90 gram, 100 gram suvga eritsak 190 gram to'yingan eritma olinar ekan. Agar X gradusdan ayni 100 gram suvdagi eritmani X gradusdan Y gradusgacha qizdirsak, bunda eritmani to'yintirish uchun 190 dan 130 ayirsak 60 gram tuz kerak. Bizga esa dastlab 130 emas, 390 gram to'yingan eritma beryapti. 130 gram to'yingan eritmani Y gradusgacha qizdirib, so'ng to'yintirish uchun 60 gram tuz kerak bo'lsa, 390 uchun qancha tuz kerak bo'ladi? Hisoblasak, hop, 180 gram tuz kerak bo'lar ekan. Mana shu qo'shilgan 180 gram tuz 3,2 mol ekan. Demak, 3/2 moli 180 gram ekan. Demak, 1 mol tuzimiz qancha bo'lgan? Molyar massasi. Hisoblasak, 120 gram chiqar ekan noma'lum tuzning molyar massasi. Hop, 120 gram bo'lgan sulfat kislotaning o'rta tuzi bu hop, magniy sulfatga to'g'ri keladi. Buning 0,5 molda nechta atom bo'ladi? Hop, magniy sulfatni 1 molda 6 ta atom bo'lsa, 6 mol atom bo'lsa, 0,5 molda, ya'ni 1/2 molda qancha? Hisoblasak, 3 mol atom. Uni ta'dod topish uchun 6,02 ga ko'paytirsak, hop,
18,06 10 üstü 23 da atom bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob B variant. Hop, 3.2 masala. Tuzning 10 gradus va 18 gradusdagi eruvchanlik koeffitsentlari 20 va 30 ga teng. Demak, tuzning 10 gradusdagi eruvchanligi 20, hop, 18 gradusdagi eruvchanligi esa 30 ga teng ekan. 10 gradusli suvda 14 gram tuz eritilib, to'yingan eritma olindi. Eritma temperaturasi 18 gradusgacha oshirildi va eritmada tuz eritib to'yintirildi. Olingan eritma 4 gradusgacha sovitilganda 15,4 gram tuz cho'kmaga tushdi. Tuzning 4 gradusdagi eruvchanligini aniqlang. Demak, 10 gradusdagi eruvchanlik 20, uni 100 gram suvda eritsak 120 gram to'yingan eritma hosil bo'ladi. 18 gradusdagi eruvchanlik 30, uni 100 gram suvda eritsak 130 gram to'yingan eritma hosil bo'ladi. Demak, bizga 20 gramda 10 gradusda 20 gram tuzni eritish uchun 100 gram suv kerak. Shunda 120 gram to'yingan eritma hosil bo'ladi. Demak, 14 gram tuzni eritish uchun qancha suv kerak va qancha to'yingan eritma hosil bo'ladi? Hisoblasak, 1420 ga bo'lsak 70 gram. Hop, uni ko'paytirsak, hop, 14 ni 120 ga ko'paytirib 20 ga bo'lsak 84 gram to'yingan eritma olinar ekan. Shundan 70 grami suv, hop, 14 grami tuz bo'lar ekan. Endi o'zi 100 gram suv bo'lganda to'yingan 120 gram to'yingan eritmani to'yintirish uchun 18 gradusga o'tkazib 130 dan 120 ayirsak 10 gram tuz kerak bo'lardi. Demak, 120 gram eritmani to'yintirish uchun 10 gram tuz kerak bo'lsa, 84 gram eritmani to'yintirish uchun qancha tuz kerak bo'ladi? Hisoblaymiz. Hop, 84 ni 10 ga ko'paytirib 120 ga bo'lsak 7 gram tuz kerak bo'lar ekan. Endi jami qancha to'yingan eritma hosil bo'ladi? 84 ga 7 ni qo'shsak 91 gram to'yingan eritma hosil bo'ladi. Hop, bu 91 dan ichida 70 grami suv, demak 21 grami tuz ekan. So'ng 18 gradusdan haroratni 4 gradusga tushirganimizda 15,4 gram tuz cho'kmaga tushibdi. Demak, 21 dan ayirsak 15,4 ni 6 5,6 gram tuz qolar ekan 70 gram suvda. 4 gradusdagi eruvchanlik topish uchun 100 gram suvda qancha tuz eriydi desak, hop, 5,6 ni 100 ga ko'paytirib 70 ga bo'lsak 8 gram tuz eriydi degan javob chiqar ekan. Demak, 4 gradusdagi eruvchanlik 8 gramga teng bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob D variant. 4.1 masala. Bir tuzning xona temperaturasidagi to'yingan eritmasining massa ulushi 0,25 ga teng. Shu tuzning massa ulushi 0,4 bo'lgan 400 gram eritmasini xona temperaturasigacha sovitilganda necha gram tuz cho'kmaga tushadi? Hop, xona temperaturasidagi eruvchanligi A gram deb olsam va shuni 100 gram suvda eritsam, jami 100 plus A gram to'yingan eritma hosil bo'ladi. Shundagi tuzni massasi 25, massa ulushi 25, ya'ni 0,25. Demak, tuzni massasi A gram bo'lsa, A gramim 25% desam bo'ladi. Qolgani suv. Suvni 100 gram esa necha bo'ladi? 75% ga to'g'ri keladi. Demak, A ni topamiz. Buni hisoblasak, 75 va 25 qisqarsa 1 ga 3. Amiz 100 taqsim 3 gram bo'lar ekan. Demak, xona haroratida tuzning eruvchanligi 100 taqsim 3 ga teng ekan. Endi shu tuzning massa ulushi 0,4 bo'lgan 400 gram eritmasini xona temperaturasiga sovitilgan necha gram tuz cho'kmaga tushadi? Endi shu tuzni M' 400 bo'lgan
massa ulushi 0,4 bo'lgan eritmasi bor. Demak, tuzning massasi qancha? 400 ni ko'paytiraman 0,4 ga. 160 gram tuz bor ekan. Ayni xona haroratida. Demak, suv qancha? 400 dan 160 ni ayirsam, 200 bu xona harorati emas. Shu tuz harorat balandroq bo'lgan. Xo'p, 240 gram suv bo'lgan. 160 gram tuz bo'lgan. Endi shu eritmani harorati xona haroratiga tushirilganda, xo'p, eruvchanlik 100 gramda 100 taqsim 3 bo'lsa, 200 gramda qancha tuz erib qoladi? Hisoblaymiz. Xo'p, 240 ko'paygan 100 taqsim 3 bo'lingan 100 bo'ladi. 100 ni kasr kuncha olsam taqsim 1. Hisoblaymiz. Bu 1 ketadi, bu yerda 80 qoladi. Xo'p, 80 ko'paygan 100 taqsim 1 ko'paygan, xo'p, kasr hisoblashda mana bu bo'lish ko'paytiruvga aylanadi va 100 pastga bir tepaga chiqadi. 100 lar qisqarib ketsa, xo'p, 240 gramda 80 gram tuz erirkan. Dastlab tuz 160 edi. Xo'p, eritma xona haroratiga sovitilganda 80 gram tuz erib qolar ekan. Demak, qancha tuz cho'kmaga tushadi? Dastlabki 160 gram tuzdan suvda erigan 80 gramda ayirsak, demak 80 gram tuz cho'kmaga tushar ekan. Demak, to'g'ri javob B varianti. Xo'p, 5-masala. To'rt gram suvda 10 gradusda m gram tuz eritilib, olingan to'yingan eritma 40 gradusgacha qizdirilganda, ajralgan cho'kmani to'liq eritish uchun eritmaga 200 gram suv qo'shilgan bo'lsa, x va y ning bog'liqligini aniqlang. Tuzning eruvchanligi ekzotermik. Xo'p, ekzotermik degani harorat ortgan sari tuzning eruvchanligi kamayib ketaveradi deyapti. Naborat harorat pasaysa, tuzning eruvchanligi ortadi deyapti. Demak, eruvchanlikka berilgan 10 gradusdagi eruvchanlik x ga teng. Hop, 40 gradusdagi eruvchanlik y ga teng. Dastlab harorat 10 gradusda 400 gram suvda hop m gram tuz erigan. Demak, shundagi eruvchanlik topsam, 100 gram suvda qancha tuz eriydi? Hisoblasak, m taqsim 4 degan son chiqadi. Demak, bu x ga teng. Keyin harorat 40 gradusgacha oshirilganda tuz qo'shilmagan, m gramligicha qolgan. Faqat birinchi cho'kma tushgan va shu tuzni yana to'liq eritish uchun 200 gram suv qo'shilyapti. Jami o'zi 400 suv bor edi, yana 200 qo'shilsa 600 gram suv ketibdi. Hop, m gram tuzni eritishda 40 gradus haroratda. Demak, 100 gram suvda qancha tuz eriydi? M taqsim, hop, 6 gram tuz erirkan. Demak, 40 gradusdagi eruvchanlik bu y ga teng edi. Demak, endi bularni ixchamlashtirsak, 4 bu yoq ko'paytirib o'tsa m teng 4x bo'ladi. Bu yoqda esa 6 bu yoq ko'paytirib o'tsa m teng 6y bo'ladi. Ikki tarafda ham m ga teng sonlarimiz. Shu sababli 4x ni teng qilib olishi mumkin 6y ga. Chunki ikkalasi ham bir xil narsaga teng bo'lib turibdi. Endi ikkalasini ham 2 ga qisqartirsam bo'ladi. 2 ga qisqartirsam, 4 ni 2 ga qisqartirsam 2x, 6 ni 2 ga qisqartirsam 3y degan qiymatlar kelib chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob C varianti.